Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. Turkiya Superligasi 9-turdan o'rin olgan Istanbul Başakşehir va Galatasaray uchrashuvi yakunlandi. Bu bahs oldidan hamyurtlarimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev muxlislar diqqat markazida edi. Biroq Fayzullayev jarohati sabab bu safar tarkibga kiritilmadi va maydonga tushmadi. Eldor esa asosiy tarkibda o'yinni boshlab, juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. U doim hujum markazida bo'ldi va raqib darvozasiga jiddiy xavf tug'dirdi. Jamoasining yagona goliga mualliflik qildi. Shu bilan birga u yana bir gol urdi, ammo u ofsayd sabab bekor qilindi. Hozirgi paytda Eldor Shomurodovning chempionatdagi hisobidagi 4 ta gol va bitta pasi bor. U to'purarlar ro'yxatida 4-o'rinni egallab turibdi.